Yakkasaroydan 3 xonali xonadonimiz sotuvga chiqqan. Birinchi etajda joylashgan Shoto Rustavelidan Bratskiydan shunday chapga yurganlaringda Vegas Tower degan novostroykamiz keladi. Birinchi etajda joylashgan g'ishli novostroyka bo'ladi. Sizlarni bu uy bilan tanishtirib chiqaman. Kirosh eshigimiz kirganimizda mana ko'rganinglardek stroyniy shkoflarimiz bor. Bu yoqqa o'tirib, bemalol oyoq kiyimlaringizni kiysangiz bo'ladi. Uyimiz to'pli pollari ham bor. Xo'p, koridor bo'ylab kelganimizda bizni birinchi bo'lib bu yoqda sanuzel qismimiz joylashgan. Qarang, sanuzelimizda barcha mebel texnikalar bilan jihozlangan. Hamma narsamiz bor va batareyamiz ham bor. Xo'p, endi sizlarni koridorimiz mana bu tarafini ham qarang. Juda ham katta koridorimiz va xonalar bilan tanishtirib chiqaman. Bu bizni kattalar spalnisi bo'ladi. Mana spalnilarimiz, ayollarimiz uchun komodlari, televizorli zonalarimiz. Hop, bu yoqda kartinkalar va juda ham chiroyli biralarimiz joylashgan va o'zining bu yoqda shkafi va o'zining sanuzel qismi joylashgan. Fenlari bilan olib kelib qo'yilgan. Shundoq kiyim bilan kelasiz, yashaysiz, tamom. Boshqa hech qanaqa rasxotingiz yo'q. Xo'p, bu xonamiz bizning oshxona qismimiz. Ayollarimiz uchun, mana shu bitta oila uchun juda qulay. Mana bu yoqqa 4 ta stos stulni qo'yasiz. Gaz plitalarimiz bor. Xolodilnikimiz uchun joy tashlab ketilgan. Uyimiz yoqayotgan bo'lsa, shu yerda bitta layt qizartirib qo'yasiz va Yakkasaroydan birinchi etajdan uy qarab yurganlarga bu uyimizni yuborib qo'yasizlar. Bu yoqda bizning bolalar yotoqxonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, ikkita kravatimiz bor va bu yoqda bizning shkaf qismimiz bor. Va endi mehmonlaringizni kutib olish uchun mehmonxonamizga kiramiz. Kelinglar, mehmonxonamizga qaranglar. Oh, qanday chiroyli. Mana bu yoqqa 5 talik stol stul o'tirib dam olish uchun, bu yoqqa esa mana 9 spalni bo'ladigan yumshoq mebellarimiz qo'yilgan. Uyimizni patologiyaga ham ahamiyat berasiz. 4 metr patologimiz. Lustralarimiz bor, bu yoqda televizorli zonalarimiz bor. Bemalol maza qilib o'tirib damda olib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, bu uyimizni kvadrati 71 kvadratdan iborat. Narxi keladigan bo'lsa 139 ming AQSh dollarida so'ralyapti. Xudo xolasa kelsanglar joyida yana baraka qilib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.